Assalomu alaykum. Iqtisodiy protsessual kodeksiga asosan sudning hal qiluvchi qarori agar uning ustidan apellyatsiya shikoyati berilmagan bo'lsa, u qabul qilingan kundan e'tiboran 1 oylik muddat o'tgach qonuniy kuchga kiradi. Shu 1 oylik muddat ichida taraflarda sud hujjati ustidan apellyatsiya shikoyati berish huquqi mavjud. Shuni bilish lozimki, iqtisodiy protsessual kodeksiga asosan agar shu 1 oylik muddatning oxirgi kuni dam olish kuniga, ya'ni shanba, yakshanba yoki ishlanmaydigan bayram kuniga to'g'ri keladigan bo'lsa, oxirgi muddat shundan keyin keladigan birinchi ish kuniga ko'chadi va o'sha birinchi ish kuni taraflar uchun apellyatsiya shikoyati berishning oxirgi kuni hisoblanadi. Misol uchun, hal qiluv qarori 17-mart kuni qabul qilingan bo'lsa, shu 1 oylik muddatning oxirgi kuni 17-aprel kuni hisoblanadi. Shunda odatda 18-aprel kuni hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirishi kerak. Biroq 17-aprel kuni shanba yoki yakshanba kuniga to'g'ri kelib qolsa, dushanba kuni oxirgi kun hisoblanib, shu kuni ham taraflarning apellyatsiya shikoyati berish huquqi mavjud. Demak, qaror shundan keyingi keladigan ikkinchi ish kuni, ya'ni seshanba kuni qonuniy kuchga kiradi va shu kundan boshlab ijro varaqasi berilishi mumkin. Yoki yana bir muhim holat, agar 17-aprel juma kuniga to'g'ri keladigan bo'lsa, undan keyin shanba va yakshanba dam olish kunlari bo'lganligi sababli dushanba kuni hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgan kun hisoblanadi va shu kundan boshlab ijro varaqasi berilishi mumkin. Amaliyotda esa ba'zan ijro varaqalari shu kunlarni to'liq hisobga olmasdan, ya'ni hal qiluv qarori to'liq qonuniy kuchga kirmasdan berilayotganlik holatlari uchrab turibdi. Bu esa taraflarning, ayniqsa javobgarning shikoyat berish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Shu bilan birga, bu qonun talablariga zid hisoblanadi. Zero plenum qaroriga ko'ra, sudlar qonunlarda nazarda tutilgan protsessual muddatlarga qat'iy va so'zsiz rioya qilishlari lozimligi alohida ta'kidlangan. Agarda yuqoridagi qonun talablari buziladigan bo'lsa, bu qonunchilikka asosan sudyaning intizomiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lishi mumkin. Sizda ham iqtisodiy nizolar yuzaga kelgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Al Said Justice, adolat yo'lida ishonchli himoya.